or, sadoqat va muhabbat sinovlari. Kamron va Shirinning taqdiri kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va mashaqqatli yo'l orqali sinovdan o'tadi. Iffat serialining yangi 35 qismi tomoshabinlarni yanada chuqurroq his-tuyg'ular olamiga olib kiradi. Har bir kadr, har bir so'z bu hayotiy haqiqatning ifodasi. Kamron va Shirin o'rtasidagi muhabbat endi nafaqat yurak masalasi, balki insoniylik, sadoqat va sabrning ham sinoviga aylangan. Taqdir ularni turli yo'llarga boshlaydi, ammo yuraklari hanuz bir-birini izlaydi. 35 qismda kutilmagan voqealar, og'riqli tanlovlar va yurakni larzaga soluvchi daqiqalar ko'p bo'ladi. Iffat seriali o'zining chuqur mazmuni, hayotiy voqealari va ishonarli obrazlari bilan ajralib turadi. Aktyorlarning tabiiy ijrosi, kamera nigohi orqali yetkazilgan his-tuyg'ular serialni yanada ta'sirchan qiladi. Har bir epizodda muhabbatning kuchi va inson qalbining nozik jihatlari yoritiladi. Ushbu qism tomoshabinlarga yana bir bor eslatadi: haqiqiy muhabbat hech qachon oson yo'l tanlamaydi, lekin u har doim o'z yo'lini topadi. Iffat bu yurakning ovozi, insoniy tuyg'ularning eng pok ifodasi.